Так, assalomu alaykum qizlar. Bugundan уже rangga o'tishni boshlaymiz. Men sizlarga hozir kraskada, san'atning kraskasida rangdan rang chiqarishni o'rgataman. Men bu mevalarni tashiyman. Mana poetapni qanaqa bo'yalishi ko'rsatilgan. Bir haftacha meva chizamiz, chunki rangni tushunib olishingiz kerak. Qanaqa rang bilan qanaqa rangni qo'shsa, qanaqa rang chiqishini o'rganishingiz shart. O'shaning uchun faqat meva chizdiraman. Mana texnikam shunaqa. Meva bilan rangni tushuntiraman, keyin telaga o'tamiz, xo'p? Kraska olmagan bo'lsanglar olinglar. Men hozir san'atda ko'rsatib beraman. San'at oddiy boshlang'ichlarga normalniy. YouTube kanalimda video qo'yganman deb aytdim. Menimcha ko'rgan bo'lsanglar kerak. YouTube'ni ochib, qaysi kraska yaxshi, qaysi kichka yaxshi aytganman o'sha videoda. Ochib ko'rsanglar. Tak, men bilan rasmga tushirib beraman. Bittasini ko'rsatib beraman. Xo'p, hozir rangdan rang chiqarishni ko'rsataman. Tak. Bizda asosiy 3 ta и qo'shimcha yana bitta 4 ta rangimiz bor. Bular sariq. Hozir kraskani qizlardan oldim. Sal ranglari ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Tak, mana sariq. Keyingisi qizil. Maza qilib qirqib ishlabsan. Ishlayman-da. Qizil. Ko'k rang, siniy. Qaranglar, asosiy 3 ta rang deganim mana shu uchalasi. Sariq, qizil, ko'k. 4-rangimiz bu yashil. Yashilni men sariq bilan siniyni qo'shsanglar chiqadi. Hozir qo'shib ko'rsatib beraman. Mana shu asosiy 4 ta rangimizdan qolgan hamma ranglar chiqadi. Tak, qaranglar, sariqqa ko'kni qo'shsam yashil bo'ldi. Ko'rinyaptimi? Mana yashil rang bo'ldi. Mana sariq rangga ko'k rangni qo'shdim, mana yashil rang bo'ldi. Mana ustimdagidek, yashil, chista yashil. Ko'rinyapti. Tak. Qaranglar, endi rangdan rangga o'tishni boshlaymiz. Sariqqa ozgina qizil qo'shib, mana bunaqa yo'l o'tishni boshlayman. Mana 4 ta etap bo'yicha o'taman. Bu ikkinchi etap. Ozgina sariq qo'shamiz. Ko'rinyapti menimcha. Mengacha yorug'lik tushadigan bo'pti-da. Yaxshi rang ko'ra olmayapman bu yerda. Mana buni hisobiga. Ko'rdinglar, уже qizilga qarab ketyapti. Oranjiy chiqadi-da buni orasida. Alaykum assalom. Mana o'zi bundan ham ko'p rang chiqarsanglar bo'ladi. No, asosiysi 4 tada o'tamiz etapni. Ko'rdinglar, уже qizil bo'lib ketdi. Oranjiy paydo bo'ldi orasida. Endi qizildan siniyga qarab yurishni boshlaymiz. Tak, mana bitta, 3 ta, 4 tada. Buni orasida bizda bordoviy chiqish kerak и fioletoviy chiqish kerak. Fioletoviy chiqdi, ko'rdinglar? Mana bordoviy, mana fioletoviy.
Mana bordoy, mana fioletovoy, endi темно-синий bo'lib o'tib ketdi. Endi yashilga qarab yuramiz. Siniydan yashilga. Tak. Tik. Demak, bu yerda 3 ta 4 ta. Buni orasida bizada rozovoy tsvetlar chiqadi. Shuni hisobiga endi mana bitta probka bo'lib yotibdi. Rozovoy tsvet chiqdi. Bitta sharikchamiz olmay qoldi. Холодный цвет. Темно-синий. Mana o'tganni sezdinglar. Так, endi sariqdan yashilga o'tamiz. Bitta уже limon tsvetlar chiqadi. Mana rangga o'tishni o'rgatdim. Sariqdan yashilga, yashildan siniy, sariqdan qizil, qizildan siniyga. Sariq bilan bu ikkalasini qo'shsak yashil bo'ladi. Tushunarli? Bular to'g'rima-to'g'ri turganlar bir-biriga kontrastli ranglar hisoblanadi. Kontrastli qarindosh ranglarni ham tushuntirib o'taman hali. Hozir yana ozgina aytib o'taman. Qaranglar, to'g'rima-to'g'ri turgan har bitta rang, mana protivoположный sariq bilan siniy, yashil bilan qizil, masalan, sariq bilan tak, mana shu siniyga qarindosh bo'lganlarning ko'pchiligi o'zi kontrastli rang hisoblanadi. Mana bular qarindosh rang hisoblanadi. Bu ham qarindosh rang. Bu ham qarindosh kontrastli degani mana bular bir-biriga qarindosh kontrastli. Mana to'g'rima-to'g'ri ketyapti-ku, o'shalar qarindosh kontrastli. Bu ham bir-biriga qarindosh kontrastli. Qaranglar, bizda bitta narsa aytilmaydi har doim rangda. Mana shu tsvetovoy kruq qilgandan keyin uni to'g'risiga to'g'ri keladigan rang, masalan, qaranglar, mana men bittagi yashilni oldim-da, siniy bilan yashilni o'rtasidagi yashil chiqqan yashil rangini oldim-da, men to'g'risidagi o'shani nomeridagi ikkinchi bordovoyga qarab yuryapman. Mana shu ikkalasi bir-biriga tushadigan rang hisoblanadi. Rang tanlashda. Mana bu ham bunga tushadigan rang, bu ham bunga tushadigan rang, bu ham bunga tushadigan rang. Tushunarli? Mana masalan buni olib turib, buni tanlashim mumkin, buni qarindoshi-ku bu. Buni olib turib bu tarafga o'ta olmayman. Qaranglar, bu bir-biriga tushmaydi. Bezvkusniy bo'lib qoladi. Buni siniyga buni qarindosh qilib olishim mumkin, tanlashim mumkin, buni tanlashim mumkin. Kiyim tanlayotganda men sizlarga tushuntirib beraman. O'shaning uchun har doim uni to'g'risidagi rangga yodlab olinglar, tushadigan rangni shunda oson yengil topasizlar. Tushunarlimi? Mana bu kitobimda ham menda ranglar berilgan. Bu yerda желтыйdan qanaqa fioletoviga chiqsa qanaqa ranglar chiqishi berilgan. Ishqilib, bu kitobda ham ancha-muncha ma'lumotlar berilgan. Men sizlarga elektron versiyalarini tashib qo'yaman. Bu yerda rang chiqarishda mana bu olmaga qaysi ranglar ishlatilgan, mana sariq, oranjovoy, korичневый, fioletovoy, zеленый цвет. O'shalarni ishlatib turib, mana shaftoli olma debman. Shaftolini chiqish etapini ko'rsatib berishgan. Masalan, mana bu och korичневый цветimiz qizil bilan sariq qo'shganda paydo bo'lgan. Mana shuni ko'rsatib beryapti bizga hozir. Shaftolini. Mana shunaqa mana fioletovoy bilan oranjovoyni qo'shib turib, mana bunaqa korичневый, temно-korичневый цвет chiqarganini ko'rsatib beryapti. Tak, bunaqa versiyadagi mevalarni sizlarga tashlab beraman. Rang bo'yicha o'zingizlar ham internetga kirib, обязательно rang to'g'risida ma'lumotlarni o'qib olinglar. Xo'p?